Voy, qanday ajoyib it-da, bu judayam zo'r kichikcha ekan. Yaxshi, va nihoyat san bilan ado bo'ldi boru. O'zim kunlarim zerikarli o'tayotgandi. Ya'ni endi san borsan, umuman kunlarim zerikarli o'tmaydi. Mayli, qani qishloqqa borib qishloqlarga ko'rsa hech qanday qilarkan ular, qanaqa reaksiya bildirar ekan. Yaxshi, yur. Seni ko'rishib judayam xursand bo'lishadi ular. Aniq 100 talik javob beraman. Chunki ular itlarni yaxshi ko'rsa kerak, to'g'rimi? Sani qara judayam shirinligingni. Mayli. Bo'lmasa ketdik. San bilan qishloqqa boramiz. Tezroq ortimdan yur. Xo'sh, ana qishloqlar u yerda o'tiribdi ekan, yig'ilishib. Nimadir gapirib o'tirishibdi shekilli. Qani yurchi. Xo'sh. Qishloqlar yaxshimisizlar? Mani bitimni qaranglar, judayam zo'rligida. Ha, Fobil, sansonagina, yo'qon buni. Yoqmayapti bizani hidi buni. Nimasi yomon? Axir biz zo'r it bu. Ko'rmayapsizlarmi? Yo'qmaydi bizga. Hidini qara, вообще yo'qol. Bosholi kuchi. Hozir ko'rsatib qo'yaman man sizlarga. Samanlar kuchugimni xafa qilganlari uchun ana endi hamma javob berasanlar, tushundingmi? Hozir ko'rsatib qo'yaman. Qarab turlaring, biddayni qilaman-da, men kuchugimni xafa qilganlari uchun. Bo'ldi, kuchugim xafa bo'lma. Kuchugim sanlar deb xafa bo'ldi. Bizga farqi yo'q. Mayli, bo'lmasa qara ko'rasan mana. Battar bu. Ana endi sanlar ham itga aylanding. Qani kim sasyapti ekan? Sanlar ham sasyapsanlarmi? Bo'ldi. Ketdik. Tuzik, ketdik bu yerdan. Bular yomon aka. Bular bilan yurma, tushundingmi? Bu judayam qo'rqitib qo'yaman sanlarga hali. Sanlarnimi? Ketdik, Tuzik. Xo'sh, tushunmadim nimaga itlar anov bo'lyapti. Barcha salom bo'lar. Mana ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Tushunmadim, obunachilar tashqarida itlarning ovozi chiqyapti. Nima? Kimdir it oldimikan, yoki qanaqadir daydi itlar kelib qolibdimikan? G'alati. Katta qishloqlar yo'q yoki men shuni biladim. Qishloqlar, kimdir iti akilyapti. Kim yo'qmi? Shota g'alati. Qishloqlar, men bitlaringizni olinglar desam, mana bu yerda it bor ekan. Voy. Bu podani qaranglar, babchi ko'pligini. Voy, sizlar kimni iti ekan bu? Hamma qishloqni iti bo'lsa kerak. Akillamaylar, bo'ldi, o'zinglarni bo'lsanglar, barcha narsani yaxshilik bilan hal qilsak bo'ladi. Xo'sh, bu kuchuklar qayerdan kelibdi ekan? Qishloqlarni itimi ekan, ha? Qishloqlar itini tashib ketibdimi ekan menga? Tushunmadim, yoki yana qanaqadir prankmi bu? Xo'sh, qishloqlar bilan birga gaplashib qo'yishim kerak-da. Ehtiyot bo'lish kerak. Qaranglar, bular akillashyapti menga qarab. Ehtiyot bo'lish kerak. Voy, qishloqqa, voy, mana bu yerda itlar juda ham ko'p. Qishloqqa bu yerda hech kim yo'q. Har doimgidek obunachilar. Nimaga bu yerda hech kim yo'q? Tushunmadim. Itlar qani? Itlar qayerga ketib qoldi? Tushunmadim. Itlarning ovozi men tushunmadim. Itlar qayerdan kelyapti ekan ovozi? Mayli, nima bo'lganda ham mayli, o'zimni uyimga kirib o'tirganim yaxshi desam, voy sanlarimi? Hoy, nimalar qilyapsanlar? O'tirmalaring tut. Nimaga kirib oldilaring? Tushunmadim uyimga. Nima buncha ko'p itlar? G'ajima, sandiqda nima o'tiribsan o'zi g'ajib? Sanlarimi? Bular bok yomon ekan. Meni nimaga kravatimni g'ajiysan? Tushunmadim. Nimaga men bu meni eng sevimli kravatim. Davay, hamma chiqchi, tushunmadim. Davay, pashol, davay. Bularni hozir qanday qilib haydashim kerak-da. Qanday qilib haydasam bo'ladi ekan. G'alati. Hoy, sanlar bilan alohida gap. Tushunmadim, qanaqa daftar bu? Qani? Kompot, vov, yordam ber bizga. Vov. Bizni qutqar. Biz nima? Itga aylanib qoldim deb yozganmisizlar? Tushunmadim. Qanday itga aylanib qolasizlar? Tushunmadim. Hozir itlar yozishni o'rganyaptimi yo'q qanaqadir haqiqatan obunachilar qaranglar. Bu yo'q, qishloqlar menimcha bular. Chunki qaranglar, ko'rishinglar mumkin, ko'zi va burni o'xshayapti va kiyimi ham ustidagi. G'alati. Qishloqlar qanday qilib sizlar aylanib qoldinglar? Sizlar qishloqmisizlar o'zi? Voy, bo'li, akillamanglar, bo'li, sizlarni tushundim. Xo'sh, qanday qilib anav qilsam bo'ladi? Vov deyapti. Ham biz qishloqimiz deyapti. Qishloqlar qanday qilib bu itga aylanib qoldinglar? Tushunmadim. Hozir men buni yalmog'izga borib hozir aytib beraman barchasini. Sizlar qanday qilib nima desam bo'ladi? Men bu itlarga aylanib qolganlaringlarni, menimcha yalmog'iz barcha narsani to'g'rilab beradi va tushunadi. Mayli, bo'lmasa sizlar mana shu yerga o'tirib turinglar, tushundinglarmi? Ishtima qilmanglar. Men esa yalmog'izning oldiga ketdim. Tushundinglarmi? G'ajib tashamanglar. Asamga o'ynayapsizlar lekin. Mana bu daftaringlar sizlarga. Tushundinglarmi? Eshitmaga teginmaylar mana. Ana endi chiqib ketmasligi uchun mana shu yerga qo'yib qo'yaman normalniy. Ana endi yalmog'izning oldiga ketdi obunachilar. Yaxshi. Xo'sh, mana bu yerda ekan yalmog'izda uyi normalniy. Ana endi mana bu yerdan chiqib olamiz-da. Yaxshi. Yalmog'iz, yaxshimisan do'stim? Yaxshiman, nima bo'ldi? Itim qanday ekan, yaxshimi?
Ha, iting juda ham zo'r chiroyli, men qara juda ham yaxshimisan? Ha, mana senga yoqdi itim. Qolganlarga yoqmadi mani itim. Ha, mayli, qara. Mani qishlog'imdagi qishloqlar, короче, itga aylanib qolishibdi, tushunyapsanmi? Bilaman men buni. O'zim aylantirdim ularni. Chunki ular itimni yomon ahmoq qilishdi. Nimaga aylantirasan, tushunmadim. Itimni ustidan kulishdi. Mani kuchugim juda ham xafa bo'ldi. Ha, bo'ldi bu. Kechirim so'rashadi. Ularni mana unga aylantir, qishloqiga. Yo, buni ilojisi yo'q. Va qara, tuzikni. Mayli, bo'lmasa, lekin iltimos, senga yana bir bor iltimos so'rayapman. Yo, ilojisi yo'q. Ular ana endi o'zini qilmishiga yarasha o'zi javob berishyapti. Tushundingmi? Ular vobshe asabimga o'ynashdi. Mani tuzikim xafa bo'ldi. Tuzikcham. Ha, mayli, lekin baribir hamda. Mayli, bo'pti. Ha, obunachilar vobshe bo'lmayapti-ku. Nimaga bu ana qilyapti ekan? Yo'q dedi. Men o'zim hayrondaman. Ha, menimcha itlarni ustidan kulganligi uchun men bu tuzikni salla bok, o'zingdan o'tibsan-da. Yalmog'izlar seni ana o'qitdi-da, to'g'rimi? Hech qaysi gapirmang. To'g'ri daman. Salla va itini ustidan kulgansanlar, endi itga aylanib o'tiribsanlar. Nimaga kulasan ustidan? Nimaga uni yomon deysan, yomonlaysan itini? Buni qilmaslik kerak. Yib tashamanglar uni. Iltimos, hamma joyda ana qo'rqibsizlar. Hozir qanaqadir ilojini topaman, tushundinglarmi? Xo'sh, qanaqadir ilojini topishim kerak. Xo'sh. Nima deyapsan? Sen tushunmayapman men sen gapingni. Mayli, hozir tutib turinglar, menga chotga fikr keldi, ajoyib fikr keldi. Bu o'xshasa kerak mana shu fikr. Yaxshi. Bo'lmasa obunachilar, hozir o'sha ideyani sinab ko'ramiz obunachilar. Mayli, juda ham menimcha normal ideya bo'lsa kerak. Agarda normal bo'lsa, endi sizlarda qanaqa ideyalar kommentariyada yozib qoldiringlar. Men esa o'zimning ideyamni qilaman, ya'ni o'zimni g'oyamni. Xo'sh, endi mana bu barcha narsani oldim va obunachilar mana buni qaranglar, qo'limdagi narsalarni va eng muhimi mana bu narsada men bu suyakni qaranglar, juda ham zo'rligini. Agarda meni o'zim itga aylanib qolganimda, bu suyakni g'ajib tashagan bo'lardim obunachilar, chunki juda ham zo'r va juda ham elastik suyak ekan. Mayli. Bo'lmasa yalmog'izdolga boraylik-chi, nima ish qilayotgan ekan. Xo'sh. Oh my god, yalmog'iz oppa, nima qilyapsiz bu yerda? Men mana bu itimga, короче, anavi qilyapman. Boshpana qilyapman, lekin unga yoqmayapti. Ko'rinib turibdi yoqmayotgani, lekin xavotir olmang. Etiz uchun boshpana men uchun menga tayyor. Mana ajoyib. Qani, xursand bo'ldimi? Ana. Kabot, senga katta rahmat. Bu qara. Bu xursand bo'ldim. Bunga yoqdi seni uying. Men ko'rganimdan ko'ra seni uying yoqdi. Albatta. Va hozir mazza qilib itlar uchun spetsialniy, короче, maxsus ovqat. Bu qara yeyishini. Ishtaha bilan yeyapti. Men bergan ovqatlarni yemayotgandi. Katta rahmat Kabot senga lekin. Ha, va lekin mana bu o'yinchoq uchun g'ajib o'ynaydi. Короче, mana bu bilasizlar, yana mana bu yerda cho'p bor. Qani borib olib kel. Ana, ko'rdingizmi? Mana borib olib kelyapti. Juda ham zo'r it ekanda, juda ham aqlli ekan. Вообще bunaqa qobiliyatlari bor deb o'ylamagandim bu tuzikni. Ha, tuzikni bo'lmasa mana bu yerga qo'yib qo'yamiz cho'pini. Va endi eng zo'ri mana bu yerda somonchada o'ynaydi maza qilib. Вообще bu qara o'ynashini. Bu esa nima qo'lingda? Bu esa juda ham ajoyib narsa. Hozir ko'rishingiz mumkin. Mana qanaqa mana olib chiqqan mana bu suyakchani oppa. Ana katta hozir olib keladi. Bu qara xursandligini, вообще xursand, hayotdan xursandligini, tuzik. Qani menga ham berchi, mana o'ynaday. Mana birga o'ynagim kelyapti. Bo'ldi, bemalol olishingiz mumkin. Va yana nima desam bo'ladi? Iltimos, men o'zi ana uchun keldim. Iltimos, men itiz xursand bo'ldi. Qishloqlar nomidan narsalarni olib keldim. Iltimos, ana endi qishloqqa aylantiradigan damlamangizni bering, iltimos. Ha, mayli. Faqat tuzik aytgani uchun beryapman. Tuzik xursand bo'ldi, tushunyapsanmi, Kabot? Ha, mayli. Katta rahmat lekin sizga berganingiz uchun. Mayli, senga ham rahmat lekin. Arzimaydi bo'lmasa men ketdim sizga. Katta rahmat. Mayli, tuzik juda ham xursand, kelib tur. Xo'pmi? Xo'p, kelib turaman. Mayli, bo'pti, yalmog'iz opa. Tuzik senga ham bo'pti. Sen aqlli kuchli bu. Mana buni yeb qo'y, qolib ketmasin. Mayli, obunachilar mana o'xshadi. Endi hozir qishloqlarning oldiga borib, hozir ularni aylantiramiz o'ziga. Mana qishloqlar nimaga meni aytdim, masalaga g'ajib tashamanlar endi. Nimaga unday g'ajib tashaysanlar? Bori salla odam bo'lmadilar endi. Mayli, it bo'lganlaringdan keyin shuning bo'ladi-de. Salla yana bir marta ana itni ustidan kulsalaring, qaralaring lekin tushundilaringmi? Oppa, qanaqa. Kabot, senga katta rahmat bor, o'zimizga yana mana qo'ydi o'zimizni qo'limizga qaytdi. Bizni baravot qilib qopti. Bo'ldi, mana. Mayli.
Arzimaydi. Yana bir marta agar ana shunday qilsalaring, qaralaring lekin. Borda uzr so'rani endi borib. Yalmog'iz opadan. Bo'ldi, kampot, muammo emas, uzr so'raymiz. Endi buni iti sasisni, tushunyapsanmi? Shuncha bizga yoqmagandi. Tushundingmi? Uni ismi Tuzik. U sasimaydi. Sen o'zi burning hidi o'zing o'rgan. Qanday unday bo'lishi mumkin? Faqat uzringni so'ra, tushundingmi? Men o'zi salla uchun yuribman. Tushundingmi? Unaqa qilma bir ikkinchidan. Xo'p, mana. Janob Yalmog'iz, hurmatli Yalmog'iz, mana olib ko'rishingiz mumkin. To'zik kechirdingmi? Ana To'zik kechirdi, qara xursand. Ha, mayli, Tuzik kechiribdi. Bo'lmasa mayli bo'lmasa, men ketdim. Yalmog'iz opa, sizga katta rahmat. Hurmatli, mayli, Mrs. Yalmog'iz. Mayli, qara bitta o'ynashchi ma'mini, davay. Mayli bo'lmasa, men hozir Tuzik bilan o'ynashim kerak. Davay, bo'pti, qishloqqa sizlar ketinglar. Bo'lmasa Yalmog'iz opa bilan ajoyib qilib o'ynaymiz obunachilar. Men ham derdim obunachilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Men barcha muammolarni har doimgidek kompotchik hal qildim. Bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Xayr, sog', salomat bo'linglar.